Shu ko'pirga daqqachidamiz. Nega aynan shu do'konga ko'p kiryapsiz oxir payt? To'g'risini ayting. Yaxshi emas narsalar. Xo'p. Muomalasi zo'r. Ana reklamani o'g'il bolasi bo'ldi. Narsa yaxshi emas ekan, nima oldi? Yo'q, bilmayman, sekret. Men kichkina narsa oldim, ichini katta olamiz. 100 gram yetadimi? 20 million. Savolga kim javob bersa bonus bor. Shu uchun qattiq. O'zbekistonligi. Ha, yerniki. Legomiz emas lekin. Legomiz mayda bo'ladi. Mana kuzatuvchilar ham shu savol ketdi. Shu uchun Sholakor mehnat oxirgi mehnatda oxirgi tochkasidan mana bu yog'i o'z yo'l. O'z yo'lni biladiganlarimiz bor. Sog'inganlar mana hozir yaqinlashtirishga harakat qilaman o'z yo'lda. O'z yo'l ko'prigini to'g'rirog'i. Mana o'z yo'l ko'prigi. Bu betimiz yallama. Bu bet mehnat mana. Mehnatda oxirgi joyga joylashib oldik. Ikkita dona taniyaptim. Ko'ramiz vaziyatni. Bu yoqda do'stimiz joylashdilar. Xohlasa kitobchani oldik. Shu kitobchani. Xo'p, bu yoq Hasan aka mana feederda o'tiribdilar. Abdumo'min bitta qo'lingdagini ko'rsator. Mana bunaqa qazanchiqlar juda ham ko'p. Katta kurchi qo'ysak ham tushib qoldi. Albatta bularni hozir qo'yib yuboramiz. Qo'yib yuborish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Assalomu alaykum Sherist aka. Yo, va alaykum. Voy Sherist aka, charchab qolmayapsizmi? Qanaqasiz? Yo, mana hozir qurdik. Aka, baraka toping. Xush kelibsiz aka. Xursand bo'ldik. Safimizda ko'rib xursand bo'ldik. Eng qiziq aka, hamma baliq do'kondagi Yo. narsalar shu yerda. Mashalloh. Sherist akam to'g'risini aytaman. Men sizga anu. Poplok. Bu Xitoy anaqa nima edi? Maxviyniki. Yo'q, mengami? Mana so'g'ig uchun keladi. Yo. Sizga men shuni buyog'ini berdim. Siz kecha qo'yib bersa, arqonni bermasam deb oldim. Alloh rozi bo'lsin. Mana hadiyani zo'ri bo'ldi. Maxfiy yutishga tayyor ekan. Kattakon rahmat Sherist aka. Baraka toping. Sizni chalg'itmaymiz. Eng qizig'i bitta manman bugun jimik aytaman desam, mana raqiblar bor. Azim aka mana shu joyga joylashdilar. Azim aka, to'xtab turing, Azim aka, to'xtab turing. Bu kadrni ham olishimiz kerak. Karpaga o'tayotgan joylaringizni mana ketdik Azim aka. Bismillah. Ofaring. Yomon emas. Assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizmi? Nechta karpaga o'tyapsiz bugun Azim aka? Xohlasa 7 ta. Iya, Azim aka. O'zi 8 ta joy bo'lsa, 7 tasini siz egallaygansiz aka. Mashalloh, mening gap yo'q. Bo'lmasa nima qilamiz aka? 7 tani otaverasiz. Biz rozimiz. 7 tadan chiqqan baliqni papalanib uramiz aka. Bo'ldi. Rozimisiz? Bo'ldi. Gap yo'q. Barakasini bersin Azim aka, charchamang. Eng zo'ri mana Azim aka bilan anchadan beri uga chiqolmayotdik mana. Xudo xolasa yetkazganiga shukr. Azim aka, bu narsa olasizmi? Siz ham muxlislar juda ham ko'p. Chiqmayapti, mana Xudo xolasa. Asluvchilik komandasidan 9 ta odam shu yerdamiz, xudo xolasa. Qalmoqlarni otib qo'ydik albatta. Sal shamol turganini hisobiga sal bo'shashib qoldi. O'miz endi kechqurungi yotish holatini qolmiz do'stimiz bilan. Yo'q ekan, do'stim boshi yo'q ekan. Qadrdonim bilan kishi boshqacha bo'ladi haqiqatdan. Qarashlarni qarang, beminnat xizmat qilib qarashaveradilar. O'rtog'im charchab qolmasin. O'zlari ham charchab yuribdilar, lekin o'rtog'im charchab qolmasin. Alloh rozi bo'lsin. Voy joningdan. Do'stlar, kim yutadi deb o'ylaysizlar mana bu holatda? Yutkazib berdimmi? Ya. Siz kim yutadi deb o'ylaysizlar mana shu sinashganda? Ozg'in demang, bizni ko'tarib uramiz sizni. Lekin biz kuch sinashmaymiz. Baho beringlar qalay bo'ldi. Ozgina mayda ish deyishinglar mumkin, mayda ish zato qulaydi. Yig'ishtirdingiz, soldingiz, ketdingiz. Joy ham olmaydi. Tayyor palatkalar bor, to'g'ri pashshaxonaliklar, lekin joy olib qo'yadilar ular. Shuni o'zim ijod qilganman. Xudo xolasa, shundan himoya qiladi.